yo'llari bilan Minoga keldilar. Jamoratga keldilar. Minoda nima amallar qilishini Jabril alayhisalom o'rgatdilar Ibrohim alayhisalom. Jamoratda nima amallar qilishini, Muzdalifada nima amallar qilishini va oxiri mana shu Arafat tog'iga keldilar. Odam Ibrohim alayhisalom va Jabril alayhisalom hamrohligida. Mana shu joyga kelib Jabril alayhisalom hamma ibodatlarni, haj amallarini, arkonlarni o'rgatib, oxirida Ibrohim alayhisalomga aytdilarki, ey Ibrohim, haj amallari qanday bajarilishini bilib oldingizmi dedilar. Shunda Ibrohim alayhisalom araftu dedilar. Shu yerda turib bildim degan. Araftu. Arab tilida araftu kalimasi bildim, bilmoqdegan shu fe'lni ishlatilar. Ibrohim alayhisalom mana shu joyda haj amallarini bilganliklari uchun Alloh taolo Jabril alayhisalomning vasitasidan zotga o'rgatganlari uchun va Ibrohim alayhisalom mana shu joyda haj amallarini ilmini to'liq qilganlari uchun bu joyning nomini Arafot deydi. Ya'ni Ibrohim alayhisalom bu joyda haj amallarini bildi deyiladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam necha marta haj qilganlar? Bir marta haj qilganlar. Necha marta umra qilganlar? 4 marta umra qilganlar. Payg'ambar alayhisalom hijratni 10-yilida 90 mingta sahoba bilan Madina-i Munawvaradan aynan mana shu hududga kelib, Arafat tog'ida turib 90 mingta hojilar bilan demak o'sha haj amalini bajaradilar. Payg'ambar alayhisalomni qilgan hajlari vidolashuv haji deyiladi. Vidolashuv haji deyiladi. Avtobusda Arafat tog'iga kirib kelayotganlarida mana shu joyda yaqin hududda bir masjidda minoralarni ko'rlaringizmi? Hozir chiqib ketayotganda ham ko'ramiz.